Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi videorolikda sizlar bilan RoboContest saytidan 1013-masalani yechishga harakat qilamiz. Demak, masalada Bilmasvoy ikkilik sanoq sistemasini juda yaxshi o'zlashtirib olgan va u bizga bir qiziq savol bermoqchi ekan. Savol shundan iboratki, sizga binar satr berilgan bo'lib, binar satr raqamlari orasida qo'shish yoki ayirish amallarini qo'yib ifoda qiymatini 1 ga teng qilish mumkin yoki mumkin emasligini aniqlang deyilgan. Bu masalani biz Python tilida yechishga harakat qilamiz va bizga kiruvchi hamda chiquvchi ma'lumotlari berilgan. Demak, biz masalani yechishni boshlaymiz. Y si el delito me llama, soy el divino, el que carga la lámpara de Aladino. Viva, viva la guata, la que me hipnotiza, me prende con toque de... Demak, hurmatli sotuvchilarimiz, Python kodimiz ishladi. Bemalol ishlatib ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana, screenshot qilib olib, ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Bu masalamizni Python 3.12 versiyasida ishladik.